Kasalliklar bizga nima sababdan beriladi? Kasalliklar har xil holatda berilishi mumkin. Birinchi o'rinda insonda o'zini hayotidan, yashab kelib turgan hayotidan kelib chiqqan holatda xarakteriga bog'liq bo'ladi kasallikning berilishi. Ya'ni xarakterida ma'lum bir anglab olish kerak bo'lgan vaziyatlar bo'ladi. Ya'ni to'g'rilab olish kerak bo'lgan vaziyatlar bo'ladi. Misol uchun nafrat, alam, qasd olish, shunga o'xshagan og'ir programmalar, kechira olmaslik, shunaqa darajadagi insonli bo'ladigan bo'lsa, ya'ni insonni xarakterida juda katta talab, juda katta konflikt qiladigan insonlar va kontrol kuchli insonlarga o'zini xarakteridan kelib chiqqan holda, ya'ni o'sha vaziyatni va xarakterini to'g'irlash uchun, ya'ni shu holatdan o'tib olishi uchun beriladi va shuni anglashi uchun, ya'ni qayerda turganligini anglashi uchun beriladi kasallik. Ya'ni o'zidagi o'sha xarakteristikani agar kechira olmayib turgan bo'lsa, kimnidir kechirib yuborishi bilan bu kasallik o'tib ketadi yoki qabul qila olmayib turgan jarayonlarni qabul qilishi bilan o'tib ketadi.